Centrum Holidays tur firmasining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga yanvar oyiga juda ham katta chegirmalar e'lon qilingan, shular haqida batafsil ma'lumotlarni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz Nizomjon hoji akamiz bilan video syomkamizni davom ettiramiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatulloh. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Salomon. Hoji aka, to'g'risi mana shu obunachilaringizdan bir narsani so'rab qolardim. Ming bor uzr so'rayman. To'g'risi tomonni sal shavadalantirib qo'yibmiz. Shunga Xudo xolasa siz obunachilarimizga harakatdan to'xtaganimiz yo'q. Albatta mana shu mehnatimizni qadrlagan holda like va obuna bo'lib, podeliza qilishni unutmanglar. Xo'p, hoji aka, hozirgi kunda ya'ni Farg'ona va Namangan va Toshkent yo'nalishlaridan to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni Centrum Holidays jamoasidan birgalikda amalga oshirib kelinyapti. Albatta. Hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz bor, hoji aka? Shular haqida ma'lumotlar bersangiz. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli Centrum Holidays aziz obunachilarimiz. Hozirgi kunda xudo xolasa yanvar oyiga ham reyslarni xudo xolasa amalga oshiryapmiz. Vaqt soatida uchyapti, vaqt soatida kelyapti. 1-2 soat tumanlarda hisobga olmaganda hammasi joy-joyida xudo xolasa borib kelyapmiz. Alhamdulillah. Xo'p, hozirgi kunda 14-yanvardan boshlab Farg'ona, Madina, Farg'ona, Jidda, ya'ni Namangan, Jidda, Toshkentdan har kuni reyslarimiz bor. Toshkent, Madina, Toshkent, Jidda orqali 14-yanvardan boshlab 30-yanvargacha bemalol sizlarda aziz obunachilarimizda xohlagan sanalaringga, xohlagan kunlaringga, xohlagan reyslaringga o'z joylaringni bron qilish imkoniyatiga egasizlar xudo xolasa. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, agarda siz ham yaxshi niyat qilib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va o'z joylarini bron qilishlaring mumkin. Xo'p, hoji aka, safarimiz haqida ham ma'lumot berib o'tib ketsangiz. Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Xo'p, Madinadagi gostinitsalarimiz masofasi 150-200 metrda bo'ladi. Makka Mukarramadagi gostinitsalarimiz oraliq masofasi esa 1,5-2 kilometr oralig'ida bo'ladi. Albatta, 24 soat avtobus xizmatlarimiz ham bor. Xudo xolasa. Bemalol piyoda ham, xohlasa avtobusda ham borib kelishlari mumkin. Albatta, bemalol. Tushunarli. Xo'p, hoji aka, endi obunachilarimiz ko'p kutirmas edi. Narxini shunday aytsak, hozirgi kunda bu aytib o'tib ketgan narsiz standart plus paket. Albatta, standart va bundan tashqari komfort paketi ham yo'lga qo'yilgan. Komfort paketi ham buni ham bir qator farqlarini tushuntirib o'tiramiz. Narxini necha pulga berasiz, hoji aka? Xo'p, narxi Centrum Holidays obunachilarimizga 1040 dollardan qilib beramiz. Agar vizalari bo'lsa 940 dollardan quyidagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, 12 ta viloyatga Toshkent, Farg'ona, Namangandan xohlagan joylarni reyslarini bron qilib beramiz, xudo. 1040 dollar. 1040 dollar. To'g'ridan-to'g'ri parvoz. Albatta. Ya'ni vizangiz bo'lsa 940 dollardan bemalol to'lovlar qilishlari mumkin. To'ppa-to'g'ri. Hurmatli obunachilar, bosamiz gazini, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilamiz. Xo'p, bundan tashqari komfort paketimiz qaysi sanaga qo'yildi? Xo'p, komfort paketimiz yanvar oyining 27-chislasiga Primoy Farg'ona Jidda orqali malakali, eng kami 7 yilga tajribali malakali ustozlarimizdan biri 50 boshchilik qiladilar, xudo xolasa 27-yanvar kuniga. 13-yanvardagi komfort paketimiz joylarimiz to'lgan. Xo'p, hozirgi kunda komfort paket xohlovchilar uchun 27-yanvar kuniga komfort paketimizni ochganmiz. Joylarimiz bor. Bemalol qo'ng'iroq qilib, xohlasalang standart plus, xohlasalang komfort paketini tanlash imkoniyati sizlarda bo'ladi. Xo'p, standart plus paketlarimiz gostinitsalar masofasini aytib o'tib ketdik. Xo'p, komfort paketimizda Madinada 100 metr, Makkada 800 metr joylashgan oralig'ida bo'ladi. Umuman avtobus faqat piyoda bemalol haramga kirib chiqish imkoniyati bo'ladi. Xo'p, ozuqati Madinada 3 mahal, Makkada 3 mahal bo'ladi. Standart plus bilan farqi gostinitsasi bilan ozuqatida, shunisi bilan komfort paketda farqida bo'ladi. Komfort paketimizni ko'p kutirmaymiz, narxini 1100 dollardan qilib beramiz. Agar bitta oiladan 5 kishi yoki 6 kishi yoki sinfdoshlar guruhi bo'lsa, albatta narxidan ham chegirma qilib beraman. Bemalol qo'ng'iroq qilaveringlar. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, albatta ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilamiz, like bosamiz va obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz azizlar. Hoji aka, sizga ham rahmat. Xalqimiz uchun mana shunday yangilik va chegirmalar qilishdan to'xtamang. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.